Qur'onni yodda mustahkam saqlashning eng yaxshi usuli bu. Bu haqida men Alloh menga Qur'on tilovat qilish sharafini bergan ko'plab shayxlarimdan so'ragan edim. Men buyuk olimlarning shunday fikrda ekanini ko'rdim. Shayx Ibrohim al-Asqar Madina qiroati ustozlaridan biri. Shuningdek, Shayx Muhammad Ahmad, Shayx Muhammad Sumim Az-Zubi, marhum Shayx Bakr At-Tarubaysha va Shayx Abdurrafi Rizvon, Alloh uni asrasin, kabi ulug' kishilar bor. Biz ko'p savollar beramiz, ammo Qur'onni 60-70 yil davomida o'qib, o'rgatgan, butun umrini Qur'on ta'limiga bag'ishlagan bu ulug' zotlarga murojaat qilganimizda ularning barchasi quyidagi fikrda bo'lishganini ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari Qur'onni yodda tutishning eng yaxshi yo'li bu Qur'onni muntazam takrorlab boring degan tavsiyadir. Biz turli yo'llarni axtarib yuramiz, ammo oxir-oqibat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vasiyatiga qaytamiz. Ya'ni har kuni Qur'onning bir qismini o'qing. Hatto oz bo'lsa ham. Eng afzal amal doimiy qilinadiganidir. Bu Qur'onni o'qish xuddi ovqatlanish yoki suv ichish kabi kundalik ehtiyojingiz bo'lsin. Hatto oz bo'lsa ham vaqt o'tishi bilan bu miqdor ortadi va Qur'onni yanada mukammal yodlaysiz. Oxir-oqibat Alloh sizni Qur'on bilan aziz qiladi. Doim duo qiling. Kecha-yu kunduz sajdangizda Allohim, Qur'onni qalbimning bahori, ko'nglimning nuri qilgin. Menga nafsim ustidan g'alaba topishda yordam ber. Chunki Qur'on ahllari Allohning yaqinlari va xos bandalaridir. Alloh ushbu maqomga o'zi istagan bandalarni tanlaydi. Sizning qalbingizda Allohga bo'lgan bo'ysunuv Qur'on ahlidan bo'lish ishtiyoqi bo'lishi kerak. Agar siz shunday yashasangiz, har kuni Qur'ondan bir qismini o'qisangiz, albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Qur'onni yodlab, uni mustahkamlaysiz. Alloh sizga bu yo'lda yordam beradi, yo'llarni ochadi, tavfiq va barakalar ato etadi. Shunday ekan, Qur'onni doimo takrorlab boring.